Апайлап тағы кездесу қолайлы шын рахаттанды. Oh my love, апайлап тағы кездесу қолайлы шын. Qizlarjonlar bir bola qilib uyga kelib oldik. Bunaqa lapsha oldik. Shirochalarga lapsha, bu lag'mon lapsha. Shakar, guruch. Guruch bu prosta qaynatib yeyishga, bu esa oshga. Lazer guruch deydi, nima deydi. Bunaqa soleniylarni xo'jayinim yaxshi ko'radilar. Bu morskaya kapusta juda ham foydali, yodi ko'p. Bular soya poyalar bir bolalar. Kimchi, bunaqani achchig'idan, sal achchig'masidan tuxum birdan oldik ko'proq. Tuxum har doim ko'p olaman. Lipyoshka, lavash, baklajani, bu kabachki. Ko'p salat yeymiz endi. Aralashimiz kerak bunaqa. Krablar oldik. Вот, горошки salatga, tomatli pasta, bu pishiriqlarga vanilin, razrexritel и unaqa куриный бульон suplarga solaman, shirin. Bu esa tushonka говядина. O'g'lim yaxshi ko'radi grechkani, tushonkaga pishirilganini. Bu kofe ishga. Так, bu yoqda ham bir yashik mandarin oldik, bir yashik olma. Bizda Mnogoryad degan magazin, bozor bor. O'sha bozorda hamma o'zimizda o'zbeklar, o'zimizda musulmonlar savdo qiladi o'shalardan. Так, bu kukuruza, bir pachka, moy, un, uzum va xurmo oldik. Keyin bozorga ham o'tdik. Hozir ko'rsataman ularni ham. Bozorga bordik bugun. Qizimga bitta prosta sharf olishga. Sharf emas, ko'p boshqa narsalar oldik. Mana bunaqa o'zimga ichki termobilya oldim ishdan kiyishga. Yugurmoqchiman qishda, ko'ramiz, xudo xohlasa. Mana bu qizimga nima deydi bu? Esimdan chiqdi, nima edi bu? Ichkaridan kiyishga. Chiroyli shunaqa kapishonlik. Bu xo'jayinim o'zlariga oldilar. Bu ham zimniy ichdan kiyishga. Bunaqa nachoslik ishtoncha oldim men o'zimga. Issiq. Menga faqat sovuq bilmayman. Qishda menga juda sovuq bunaqa nachoslik. Xo'jayinimniki ham nachoslik. Menda ham nachos bor, ozginagina. Yupqaroq. Qizimga ich kiyimchalar, yana sarinadan keyin jo'natyapmiz qizimni. Xo'jayinim o'zlariga noskilar olganlar. Bu bizga noski qizlarga. Bunaqa qalin krossovkacha oldim. Yugurishga udobni bo'lishga. Ko'ramiz, xudo xohlasa yugurarman. Shunaqa narsalar oldik. Qizlarjonlar, qizimni kombinezonini ko'rsatib o'tayapman. Mana shunaqa chiroylikgina. Hozir mevalarimni yaxshilab yuvib, narsalarni joy-joyiga qo'yishim kerak. Hammaga assalomu alaykum, mani aziz va qadrdon qizlarjonlarim. Qalaysizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlarmi? Sog' salomat. Bugun vlogimda hali sizlar bilan salomlashmadim shekilli. Вот, лично salomlashay deb o'yladim. Bugun vlogimda har galgidek motivatsiya. Bugun pishiriqlarimni qo'ydim sizlarga. Nimagadir har xil shirinliklar yegim kelib ketdi. Nafaqat shirinlik, sinabonni bulishka qildim. O'zimizni milliy taomlardan qildim. Bu yerga salat qo'yayman. Juda kilogrammimiz oshib ketyapti kundan kunga. Shuning uchun salatlarga o'tirishga qaror qildik xo'jayinim bilan. Tuxum qo'ydim qaynatishga. Bu yerda esa pripravalarimni yangilab oldim. Har xil pishiriqlarga, har xil sho'rvalarga solishga pripravalar oldim. Xo'sh, qizlarjonlar, gapni nimadan boshlashni ham bilmayman. To'g'rirog'i hammalaringizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Kechagi vlogimda juda ham ajoyib gaplar, tilaklar yozibsizlar. O'ylaymanki, hech kimni xafa qilib qo'ymadim. Chestni ayirib oldim o'zimga yoqqan 3 kishini. Shularga приятный qilgim keldi. No, afsuski o'zimizda musulmonlarimizda ham bor ekan. Bilardim borligini, baribir qanaqadir insonlar o'zini yaxshi emas fikrlarni yozishadi.
Ну mayli, ularni kechirib o'tamiz. Lekin u kishi aytgan Fix Price deb yozibdilar. Fix Price emas, Fix Price magazin. No, u magazindan olganim yo'q narsalarimni, to'g'risi. Boshqa magazindan olganman. Videomda ko'rsatib o'taman обязательно qaysi magazindan olganimni. Arzonmi, arzon emasmi? Fix Price'dan men o'zimga ham uyimga narsalar olaman. Men o'ylaymanki, narsani narxiga qarab baholash kerak emas narsani. Masalan, menga yoqqan narsani olsam, meni ko'nglim joyiga tushadi. Uni narxi menga qiyin, qimmat yoki arzon bo'lishi shart emas. Kecha u singlimizni SMS-larini o'qiganimda bir hikoya esimga tushib ketdi. Ertalab zavtrak qilgan paytlarimiz ko'p o'zimizni nima deydi, yaxshi amallardan eshitamiz onlayn. O'sha yerda aytib o'tilgan edi-da. Payg'ambarimizni bir kofir namoz o'qib o'tirgan joylarida urgan ekan, payg'ambarimiz javob qaytarmagan ekanlar. Qizlarini juda jahli chiqib, u kofirga nimalardir deb gapirganda, yaxshi emas gaplarni gapirib, dadamni nimaga uryapsan deb murojaat qilgan paytlari payg'ambarimiz aytgan ekan, tegma qizim, tegma. U odam bilmaydi nima qilayotganini. Agar bilsa, shunaqa qilmagan bo'lardi degan hikoyani eshitdim. Shu esimga tushib ketdi, shu singlimizni gaplarini o'qib. Mayli, hammamizga Xudoyimni o'zi insof bersin. Mana shu hikoyaning oxirida aytib o'tganlar, что o'sha kofir odam shu payg'ambarimizni xislatlarini, yaxshi amallarini ko'rib, u ham musofirlikka o'tgan, musulmonchilikni qabul qilgan deb eshitdim. Shuning uchun hammamizga Allohim o'zi insof bersin deb aytaman. E'tibor qilgan bo'lsalaringiz, mevalarni yuvib, chiroyli qilib savatlarga qo'yib qo'yishni juda ham yaxshi ko'raman. Shularni asta-sekinlik bilan yuvib, chiroyli qilib hozir savatlarga qo'yib qo'yaman. Mana bunaqa yangi yil kayfiyatini hozir o'zimga yaratdim. Sizlarga qalay qizlarjonlar? Bu yerda ziyod qolgan produktlarni garajga chiqaraman. U yerda salqin, hech narsa buzilmay, yaxshigina bo'lib turadi. U xaltada ham sipuvchi produktlarim. Bu yerda krabovый palichkalik salat qilyapman. Oldin juda ko'p qilardik bu salatdan. Juda keyingi vaqtlar esimdan chiqaribman.
spetsialniy krabовый palochkalar sotib oldik. Shunaqa salatchalar qilib yengil ужинать qilishga. Hamma har xil tayyorlaydi bu salatni. Men свежий bodring solaman, tuxum, krabовые palochki и kukuruza solaman. Albatta o'zim qilgan домашний mayonezdan solaman. Hozir просто to'g'rab qo'yaman, холодильникka olaman. Ertaga yeyishdan oldin mayonez solib, aralashtirib yeymiz xudo xohlasa. Yana savollardan bittasi singlimizmi, bilmadim, opamizmi ariqlash uchun biror nima ichasizmi, qanaqa choylar ichasiz deb yozib yuboribdilar. Bu mavzuda albatta alohida video olib o'taman. Ariqlash uchun hech narsa ichmayman, yo'q, o'zim juda ham приятно, если meni ariq deb hisoblasalaringiz, lekin men ozg'in emasman. Kundan kunga cho'ta vesim oshib boryapti. Shuning uchun buning uchun ishlash kerak qizlar. To'g'risi bu haqida bu katta mavzu, bu haqida отдельный video olaman. Agar ozg'in bo'lishlaringiz uchun ishlash kerak. Og'zimizni skoch bilan yopishimiz kerak, to'g'rirog'i. И правильное питаниеda yurishimiz kerak. Biz har xil narsa yeymiz, to'g'rirog'i biz juda ko'p yog'lik narsa yeymiz. Qovurilgan, yog'lik sho'rvalar ichamiz. Shularni salgina qisqartirish kerak yog'ini deb hisoblayman. Shu narsalarni aytib o'taman. Отдельно bu narsa haqida video olaman sizlarga обязательно. Yana nimalardan sog'likka kelsak, har xil vitaminlar ichaman. Vitaminni обязательно ichaman, chunki bu yerda quyosh praktiski qishda umuman yo'q. Vitaminni обязательно ichishimiz kerak. Yana har xil ilgarilari ishga borgan paytim rosa uyqum kelardi. Ayniqsa bog'chapa bo'lib ishlab yurgan paytlarim, obedga bachalarni sonchasiga uxlatsam, shunaqa ko'zim yumilib ketaverardi. Keyin shu vitaminlar ichishni boshladim. Har xil ularni ham ko'rsatib o'taman. Yaxshi foyda qiladi qizlarjonlar, bu to'g'risi yaxshi foyda qiladi. Bu yerda sizlarga hozir sirniki qilib ko'rsatmoqchiman. Bilmadim, sizlar yaxshi ko'rasizlarmi yo'qmi? Uni biz qizim ikkalamiz rosa yaxshi ko'ramiz. Yigitlar uncha yemaydi. Uncha emas, вообще yemaydi sirnikini. Tvorogga ozgina tuz, ozgina shakar, bitta tuxum solaman. Tvorog где-то, наверное, 300-400 gram berdi. Shakar, tuz по вкусу, конечно, и ozginagina un. Ozginagina deganim 2 qoshiq, ziyod solmayman men. Вообще oldinlari umuman un solmasdim. Un solsa nimagadir xamirni yeganday bo'laman. Shuning uchun tvorogni o'zidan bahra olish uchun un kam solish kerak deb hisoblayman men. Bu yerda kafelarda, nimalarda ko'p un solishadi. Men unaqa sirnikilarni yaxshi ko'rmayman. Hozir boshqacha usulda stakanga aylantirib ko'rsatib bermoqchiman bu usulni sizlarga. Internetda hamma ko'rgandir. Nima uchun menga yoqmaydi bu usul? Chunki stakanga aylantirish uchun un yoki manniy kruppa solib, mana qilib aralashtirish kerak, aylantirish kerak, чтобы yopishib qolmaslik uchun. Da chiroyli, но все равно un ko'p ketadi deb o'ylayman. Men просто tvorogni o'zidan bahra olgim keladi. Shuning uchun o'shdagi narsani sizlarga stakanga aylantirib ko'rsatdim, agar kimga aktualniy bo'lsa. Men o'zim qo'lim bilan lipid qilib pishiraman. Juda ham zo'r, uni kam, menga yoqadigan sirniki bo'lib chiqadi. Sirnikilarni обязательно sariyog'da qovurib olaman. Juda ham past olovda. Birinchi bir tomonini qizartirib olib, aylantirib ikkinchi tomonini ustiga krishka yopib pishirib olaman. Juda ham mягкий, сочный tvoroglar pishib chiqadi. Sirnikilarni hamma har xil yeydi. Kimdir smetana bilan, kimdir zgushonka bilan, kimdir vareniye, jem bilan. Menga ko'proq smetana bilan yoqadi. Albatta qilib ko'ringlar. Bu juda ham foydali pishiriq. Vesini tashlamoqchi bo'lganlar uchun ham juda ham foydali narsa. Qizim ikkalamiz yana bir narsani yaxshi ko'ramiz. Olmani yaxshilab yuvib, tozalab, lishniy narsalarni olib tashlab, yaxshilab to'g'rab, yupqa qilib, ustiga saxarniy pudra va
koritsa sepamiz. Agar yeb ko'rmagan bo'lsangiz yeb ko'ringlar, rosa dahshat narsa bu. Qizim ikkalamizni zavtragimiz tayyor. Hozir yaxshilab zavtrak qilib, keyin qizimni trenirovkasiga yetib qo'yishim kerak. Kim ham bizga o'xshab zavtrak qilayotgan bo'lsa, yoqimli ishtaha tilab qolaman. Endi esa magazinga yo'l olamiz. Bugun xo'jayinim bilan chiqmoqchi edim. U kishining ishlari rosa ko'p bo'lgani uchun o'rtog'ing bilan bor deyishdilar. Shuning uchun dugonamni chaqirib, birga ikkalamiz birinchi bozorga kirib o'tdim. Bozorda anaqa purushkalar bor ekan. Magazinni anaqa chiroyli qilib oformlab qo'yibdi, qaranglar. Bunisi esa keyingi magazin. Mani hamma sevimli narsalarim shu magazinda joylashgan. Rosa yaxshi ko'raman shu magazinni. To'g'riroq yaqinda topdim bu magazinni. Oldin borligini bilmagan ekanman. Prosta KFCga ketayotgandik. Qizim, yuring, mana bu yerda yangi magazin ochilgan, konfet olamiz deb qoldi. Kirsak, hammamiz aylanishga chiqqan edik. Kirsak, bu вообще mani yuragim ekan. Sovg'alarni tanlashda o'rtog'im yordam berganda gila qilib qoldi. Nima uchun men sani ikkinchi kanaling haqida bilmayman? Men ham shunaqa narsalar xohlardim. O'zbekchalar biron nima yozardim, senga ham kommentariy deb qoldi. Shu rosa kuldik mazza qilib. Dugonam bilan nimaga kirdik? Salat, картошка фри. И что это? Бабл. Короче, бабл что-то там. Bugun juda ko'p ishlarga ulgurdim. Kechqurun qizimni kamko'stini olishga magazinga keldik. Mana bunaqa shokolad ko'rdim. Birinchi marta ko'rishim va zo'ra. Hammaga xayrli tong, qizlarjonlar. Bugun qizimni samolyotga kuzatishga ketyapmiz ertalabdan. Hamma narsasini vроде собирать qildik. Uyqudan tuymadik, kecha soat 2 da uxlavdik. Ertalab soat 4 da turib, hamma narsani yig'ishtirib yo'lga chiqdik. Xudo xohlasa. Allohga behisob shukronalar bo'lsin. Bolalarimiz uchun hamma narsani qilamiz. Mana o'zimni ham uchib ketgim kelib qoldi bir joylarga. Ertalabdan sinabonni bulочка tayyorlamoqchiman. Uyda koritsani hidini his kelgim kelib qoldi. Uning uchun bizga 250 gram теплый sut kerak bo'ladi. Xona haroratidan sal issiqroq 140 gram shakar, 80 gram sливочное масло, дрожжи bir qoshiqcha, 500-600 gram un va 2 ta tuxum kerak bo'ladi. Qizlarjonlar, xudo xohlasa videolarimni tez-tez chiqarishga harakat qilaman, chunki juda ham ko'p rejalarim, fikr-xayollarim bor. Har doim videoni snimat qilayotgan paytim ko'p narsalar haqida gapirib bergim keladi sizlarga. Har doim kamerani qo'lga olib ozvuchka qilgan paytim nimagadir esimdan chiqib ketadi ko'p narsa. Qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Birgalikda, конечно, kuxnyamizni bezaymiz yangi yilga, gостиныйni bezaymiz, archa bezaymiz. Garderobimni ham o'z holiga keltirmoqchiman, chiroyli holiga. Yangi organizerlarga narsalarimizni joylaymiz, yozgi, qishki deganlarday. Oyoq kiyimlarni ham yozgi, qishkilarni ayirib, hammasini chiroyli qilib taxlaymiz, xudo xohlasa. Yuz parvarish to'g'risida ham video olaman albatta. Kimdir savol bergan ekan, shu savolga ham javob berib o'taman. Отдельно video olaman обязательно. Именно hozirgi daqiqada nimagadir ko'zimga qanaqadir allergiya beryapti, nimadir. Shuni hozir doktorlarga borib aniqlashtiryapman. Bilmadim, allergiyami bu yoki boshqa narsami. Sal yaxshiroq bo'lgandan keyin ko'zim sizlarga video olaman обязательно. Yuzimizni qanaqa parvarish qilishimizni. Yana qanaqa videolar sizlarni qiziqtiradi, shularni savollaringizda yozib qoldiringlar. Albatta o'shanaqa videolar snimat qilishga harakat qilaman. Go'zal shaharimizni ko'rsataman sizlarga. Yangi yilda qanaqa qilib chiroyli qilib ko'chalarni bezashlarini ko'rsataman.
Mana bunaqa shirin bo'lib chiqdi bulchkalarim. Endi esa qovoqdan somsa qilmoqchiman. Juda ham yegim kelib ketdi. Kimdir kommentariyada yozib qoldiribdi, ovqat qilishlaringiz juda ham yoqadi deb. Meni o'zimga ham juda ham yoqadi. To'g'risi, yozib qoldiradigan kommentariyalarimiz juda ham menga kuch-quvvat beradi. Har safar yaxshi narsalarni o'qigan paytim yanada ko'proq narsalar snimat qilgim keladi. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turinglar qizlarjonlar. Seryozni aytaman, bu narsa juda ham motivatsiya beradi menga. Yana kimdir kommentariyada yozib o'tibdi, bitta taxtachada bitta pichoqda hamma narsani kesasizmi, hamma narsada отдельно bo'lish kerak deb. Men hammani o'zini fikri bor, men unaqa deb hisoblamayman. Chunki menga yoqadigan o'zimning pichog'im bor, boshqa pichoqlarda ishlagim kelmaydi. Pichoqlarim juda ham ko'p. Ko'rgan bo'lsalaringiz kerak videolarimda. Lekin именно mana shu pichoq bilan ishlagim keladi. Qo'limga удобный. Taxtam ham ko'p. No, bu termический обработка bo'ladigan narsalarni bitta taxtada kesib to'g'rashim bu xato emas deb hisoblayman. Общепитda именно bog'chada ko'p ishlaganman bilaman. Hozir именно должностim ham shunaqa ularni tekshirish. Termический обработка qilinadigan narsalarga bitta taxtachada ishlashim bu zarar emas deb hisoblayman. Sanitarniy sanpinda ham xuddi shunday deb yozilgan, так что to'g'ri ish qilyapman deb o'ylayman. Aytmoqchi qizlarjonlar, videolarimni gapirib olsam yaxshimi yoki gapirmasdan olganim yaxshimi? Shuni ham aytib o'tinglar. Men juda ham ko'p gapiravergandirman. Bugungi videomni shu bilan yakunlayman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va podpisatsiya qilishni esingizdan chiqarmang. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.